Mana Damas'dan boshqa yana avtomashinalarimiz bor, Cobalt bor, Lacetti bor, rossiyskiy mashinalar bor. Nima uchun sizga imенно Damas ma'qul? Damasni yoqtiryapsiz? Chunki o'zim qishloqda o'sib ulg'ayganim uchun qishloq hayotiga ko'proq Damas mashinasi. Damasga bemalol sig'asizmi? O'tirish, sidiyalar, rol, oyoqlar qiyinchilik bo'lmaydimi? Sizlar uchun Damas mashinamiz, avtomashinamiz ham juda ham ommabop, qishloqbop, bo'ylari baland insonlarga mos kelar ekan. Yaxshi. Hozirgi vaqtda nima bilan mashg'ulsiz? Nima ish bilan shug'ullanyapsiz? Traktor haydayman, traktorchiman. Dalada traktor bilansiz. Shol bor edi, sholida. Yaxshi. Endi yana bitta qiziqarli savol. Bo'yingiz balandligingiz, gavdangizga mos ravishda nechanchi razmer oyoq kiyim kiyasiz? 46, 47 razmer oyoq. Bu rossiyskiy razmerlarmi yo rossiyskiy razmerlarda? Agar Xitoy razmeri bo'lsa, Xitoy razmeri bo'lsa, 50 bo'lsa kerak u. 50 ga to'g'ri keladi. 50. Молодец, молодец. Zo'r. Haqiqatda 45-46 razmer bu Rossiya razmerlari. Yaxshi. Yana bitta qiziqarli savol. Sayohat qilishga qiziqasizmi? Sayohatga mana O'zbekistonning viloyatlari, qo'shni davlatlar, Yevropa davlatlari, Osiyo davlatlari, qaysi davlatlarga borgansiz? Ish yuzasidan, tadbirkorlik yuzasidan sayohatga chiqasiz. Sayohat qilishga menimcha butun dunyodagi insonlar qiziqsa kerak. Hop. Endi chet davlatlarga chiqqanim Rossiyaga, Moskva, Sankt-Peterburg joylarda ish yuzasidan ishlagan. Значит, Rossiya davlatida Moskva shahrida, poytaxtida, Sankt-Peterburg shaharlarida bo'lgansiz. O'zbekistonning qaysi viloyatlarida bo'ldingiz? Farg'onada, Jizzax, Samarqand, Surxondaryogacha borib kelganmiz. O'zbekistonda bormagan viloyatlaringiz qaysi viloyatlarga bora olmadingiz? Xorazm, Qoraqalpog'iston, Buxoro, Значит, shu Xorazm, Andijon, Qoraqalpog'iston, Buxoro viloyatlari bu tomonda vodiydan Andijonga 4 ta viloyatga hali bormadingiz. Qolgan viloyatlarga borib, ish yuzasidan, tadbirkorlik yuzasidan borib kelgan. Dam olishga, sayohatga. Yaxshi. Keyingi savolimiz. Armiyaga borganmisiz? Harbiy xizmatga. Qaysi shaharda xizmat qildingiz? Toshkent shahrida. Toshkentda, yaqingina. 1 yillikmi, 1 oylik? 1 oylik. Yaxshi. Nima uchun 1 yillikka bormadingiz? Harakat qildik 1 yillikka. Endi bu yoqda ish chiqib qolganiga 1 oylikka harakat qildik. Kirmoqchi bo'ldik, o'xshamadi endi. 1 oylik xizmatda bo'lgansiz. Yaxshi. Bu ham juda yaxshi. Basketbol, voleybol komandalariga sizni bo'yingiz balandligini hisobga olib taklif qilishganmi o'yinga? Basketbol, voleybol. Bu endi maktabni bitirgan paytlaringiz, maktab paytlaringizda Rossiyada yurgan davrimda bir kishiga taklif qilgandi. Rossiyada. U nechinchi yilga to'g'ri kelyapti? 2014-yilda. 2014-yil siz rosa 30 yosh bo'lgansiz. Nimaga taklif qilgandi shunda? Voleybol. Basketbol. Basketbol. Qaysi shaharda? Moskva yoki Leningrad? Moskvada. Siz nima deb javob berdingiz? Niyatim yo'q. Hozir ilojim yo'q. Iloji yo'qligi uchun o'sha taklifini rad javob berilgan. Yaxshi. Yana bitta qiziqarli savol. O'zingizdan baland bo'yli insonlarni ko'rganingizda, sizdan baland inson, mana siz 2 metrsiz, kelyapsiz, qarama-qarshi yoningizda 2 metrdan baland inson uchradi. O'zingizni qanday his qilasiz? Qanday tuyg'ular kechadi? Iloji bo'lsa shu quchoqlashib so'rashsam deyman. Молодец. Chunki sizdan ham baland bo'yli inson sizga kelyapti, bu qandaydir yana xursandchilik, mag'rurlik. Siz o'zi 2 metrsiz. Sizdan baland inson yana sizga kelyapti. Qanday qilib so'rashingiz keladi, iloji bo'lsa quchoqlashib so'rashingiz. Zo'r javob bo'ldi. Молодец. Tak. Yana aytdik, bunda shunaqa bo'yni balandligi o'zingizga
ta'siri bormi yo'qmi? Yo'q. Hech qayerda bo'yin balandligidan pand yemaganman. Yemagan. Hech qayerda. Faxrlanganman, g'ururlanganman. Shunday bo'yin borligi. Ha, nabarat birovlar ololmagan narsani, birovlar bo'yi yetmagan narsani siz bo'yingiz yetib olgansiz, ololgansiz. Rahmat, sog' bo'ling. Endigi navbatdagi savollar mana o'g'limiz Behruzbekka, senga ham o'zingga yarasha savollarni beramiz. Qisqa qilib javob berasiz, xudo xolasa. Yaxshi. Behruzbek nimani Ahrorjonni o'g'illari. Bo'ying 2 metr, og'irliging necha? 90 kg dedi. Yaxshi. Senga ham shu savol. Maktabda o'qib yuribsan, voleybolga, basketbolga taklif qilishdimi? Asl ishlarga to'g'ri hamma. Hop. Sen nima qatnashyapsan? Hozir ham voleybol o'ynab turasanmi? Hozir maktabga ketgan soat o'ynaganman. Lekin hamma maktabda o'ynaganman. Voleybol o'ynading. Yaxshi. Endi hozir mana maktab tugatgan bu yil. Institutga harakat bo'lyapti. O'sha jismoniy tarbiya institutiga borasanmi yoki boshqa institutga, boshqa fanlarni, boshqa sohani yoqtirasanmi? Chunki u narxozga topshirmoqchi, chunki o'zim qiziqishim, bankda ishlash, maktabda ta'lim. O'sha sohalar yo'qotdi. Ha, значит, jismoniy tarbiya institutiga emas, narkoz institutiga topshirib, bank sohasini yoqtirding, shu bank sohasi bo'yicha ishlamoqchisan. Yaxshi. O'qishlarga omad, harakatingni qilaver. Xudo xolasa yo'llaring ochilsin, imtihonlardan eson-omon o'tib olgin, iloji boricha haligi kontraktga emas, byudjetli variantlarga topshirib, byudjetli o'qishga nasib qilsin. Yana keyingi savolimiz. Og'irligingiz 90 kg. Bu 90 kg vesga qachon erishding? Xuddi shunaqa qamiding yo bundan ham ozg'inmiding? Bir yil atrofida ishladim. Undan oldin sekin ko'tarilib, nomi 80 kg. 75 kg. O'tgan yil. Bu yil shundan yaxshi. Hozir judayam normadasan. Judayam normada. Mana shunaqa 90 kg, 95 kg vaznni bir xilda saqlab yurgan. Xo'sh, endi yana bankirlik, bank sohasidan boshqa qaysi sohalarga o'zingizda qiziqish bor? Logistika bilan video montaj o'rgandik. Logistika bilan video montaj o'rgandik. Bularni ham bizdan o'qishga kirib olsang, nasib bo'lsa, o'qish davomida parallelni olib borasan. Shunaqa. Yaxshi. Yana qanday savollar beramiz? Rahmat, savol-javoblar uchun Ahrorbek, Behruzbek. Mana qiziqarli savol-javoblarimiz o'tdi. Endi hozir o'rnimizdan tik turib, ikkalayni o'rtalayida men turib, rasmga tushamiz-da. Shu bilan keyin yana tik turgan holatda birlikda suhbatlarimizni davom ettiramiz. Qani yigitlar, bir turib qo'yamiz, o'lchaylik qani. Молодец. Hurmatli obunachilarimiz, mana gigant yigitlar mana. Meni bo'yim 1.90, vaznim 110 kg. Ahrorbek 2 metr, 120 kg. Behruzbek 2 metr, 90 kg. Yigitlar, sog' bo'linglar, xush kelibsizlar yana bir bor. Chaqirganimiz uchun vaqtlarni ayamasdan kelibsizlar. Behruzbek, seni o'qishlaringga omad. Xudo xolasa bu yil imtihonlardan eson-omon o'tib, 5 baholarga topshirib, studentlik bo'lish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Xush kelibsizlar yana bir bor. Sog' bo'linglar.